Zo'r oldu. Kutilmagan rasm ama zo'r oldu ama. Xudo xolos. Xo'p, do'stlar, shunaqa qilib xonadonni yakuniga yetdik. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Kamina har doimgidek Usta Muhammad Yusuf. Qadrdonlar, biz navbatdagi xizmatimizni Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Bahrabod qishlog'ida Zafarjon akamizni xonadonlarida xudo xolasa mana shunaqa chiroyli holatda xizmatlarni yakuniga yetkazib bermoqdamiz. Xo'p, qadrdonlar, bu xonadonimizga bir dona kosmosimizni ham qo'yib berganmiz. Ichkari shapka, darvozaxona, xulasi, qo'yingki, barcha joyini, tashqi qismini tunikafon qilib berdik. Bu xonadonimizga 320 kvadrat tunikafon ishlatganmiz hamda bir dona kosmos qo'yib berganmiz. Jam bo'lib xonadon egasiga 45 million 200 ming so'mga полностью xonadonimiz hamma rasxodlari ichida xonadon egasini bir dona samarasiga ham ovora qilmagan holatda tunikafonlarni qilib berdik. Qadrdonlar, sizlarga ham mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 135 ming so'mdan xizmatlarni qilib berganmiz. Xudo xolasa, xizmatlar hozircha vodiy bo'ylab amalga oshirilmoqda. Do'stlar, mana xudo xolasa Zafarjon akam o'zidan ikki og'iz fikrlarni eshitamiz. Inshaalloh xudo xolasa aka ikki og'iz yurtdoshlarga o'zingiz berasiz. Assalomu alaykum. Qadrdon ko'ruvchilar. Gapirib bemalol. Muhammad Yusuf akamiz bilan xolosda ustalar bilan keldi shu xonadonga. Yaxshi qo'llar gul ustalar ekan. Xudoga shukr, mana chiroyli ishlari bilan o'zlarining ishlarini ko'rsatdi. Yana ishlar bo'lsa, topolmasa men orqali ham topish qulayrog'i bor. Xudo olsa, Uchqo'rg'onliklarga tavsiya qila olasizmi? Xudo xolasa, so'rab kelib ko'rganlarga aytamiz. Xudo xolasa. Aka, ishlaringga omad. Sizga ham rahmat, sog' bo'ling. Kunlarda To'ylar qiling aka, xudo xolasa. To'ylarga aytayman. Qilgan mehnatlaringga roziman aka. Minnatdor rozimiz aka. Sizga non tuzingizga, roziman. pullaringizga rozi bo'lsangiz bo'ldi aka. Xudo xolasa baraka topamiz. Rahmat aka. Xo'p, rahmat. Qadrdonlar, xudo xolasa mana shunaqa qilib xonadonni tunikafonlarini полностью mana yakunlab berganmiz. Sizlarga ham mana shunaqa chiroyli holatda tunikafon xizmatlari kerak bo'lsa, eng asosiysi sizlar hech qanaqa narsaga ovora bo'lmaysizlarda, o'zimiz hamma narsamizni olib kelamiz. Reykamizdan tortib, hattoki oyoq tagiga qo'yadigan lesamizgacha olib kelib, xonadon egasini umuman ovora qilmagan, faqat osh-ovqatimizni qilib bo'ldi do'stlar. Xo'p. Narxlarga to'xtaladigan bo'lsak, 120 ming so'mdan 140 ming so'mgacha narxlarimiz bor. Endi eng standartli, stabil holatda hozir qilayotgan normalniy o'rtacha holatdagi 0.35 qalinlikdagi tunikalarimizni 135 ming so'mdan xudo xolasa qilib bermoqdamiz. Bu xonadonimizni tarnovlari o'zi bor ekan. Biz faqat tunikafoni bilan bir dona kosmosimizni qo'yib berdik. Kosmoslarimiz esa отдельный narx bo'ladi. Kosmos narxi v общем shikalat, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli narxlarda xudo xolasa qilib beramiz. Hammalaringga videoda o'tkazmasdan oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Yana bir narsani aytib qo'yay. Bu tunikafonda doim aytamiz, ishlatilgan materialning kvadratiga pul olinadi, joyingizning kvadratiga emas. Buni sababi, joy tekis holatda bo'lsa, bu joyga tekis list qadamimizni bukib, qayirib, ustimiz qatirishimiz hisobiga bizi kvadratimiz joyda kvadratdan ko'proq chiqadi do'stlar. Shuni inobatga olib biz bilan bog'lansanglar, kelishib olishimiz xudo xolasa osonroq bo'ladi. Iloji boricha sizlarga tushuntirishga harakat qildim deb o'ylayman. Agar qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol musofirda bo'lsanglar ham aloqaga chiqaverasizlar. Ekrandagi raqamlarda Telegram, WhatsApplar ishlab turibdi. Videoda o'tkazmay oxirigacha ko'rgan hammalaringga rahmat deb qolamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Bu xonadonimizni hozirgi paytda Akmaljon ustamiz mana keling endi ko'rsatib qo'yilgan. Mana Akmaljon akam trenddagi ustamiz, mana xudo xolasa chiroyli holatda yakuniga yetkazib berdi. Sizlarga rahmat e'tibor uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Shikast etib qoldi. Baylavotlarni rasmga qo'ying. Keling. Yo, keng o'sha. Keling. Bo'ldi. Keling sizdan bo'ling. Bo'ldimi? 1 2 3 ketdi. Yana ham yaqindan. 1 2 3 ketdi. Zo'r chiqdi xudo xolasa. Vobshe zo'r oldu. Kutilmagan rasm ama zo'r oldu xudo xolasa. Xo'p, do'stlar, shunaqa qilib xonadonni yakuniga yetkazdik. Hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar. Sizlarni ham xonadoninglarga mana shunaqa uylar qilaman deb niyat qilgan bo'lsanglar, bir donagina like bosib, shunaqa uy qilmoqchi bo'lgan tanish bilishlarga jo'natib qo'yinglar. Bu xonadonimizga mana bunaqa chiroyli holatda so'rtaklar ham qilingan ekan. Bu so'rtakni ham narxini so'radim, nech pul ketganini. Bu so'rtakka taxminan 15 million atrofida pul ketibdi do'stlar. Xo'p. Mana do'stlar.